O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning Buloqboshiga tashrifi munosabati bilan hududiy ijro hukmi asosida 1992-yil 3-aprel kuni mustaqil Buloqboshi tumani tashkil etildi. Rivoyatlarga qaraganda, Buloqboshi tarixi haqida turlicha fikrlar mavjud, lekin qishloqning tarixi juda uzoq-uzoqlarga borib taqaladi. Zahiriddin Muhammad Bobur zamonasida ham qishloqda hayot gavjum bo'lgan. Qadimda Beshkapaliklar deb ataluvchi ushbu hududda dehqonchilikni yo'lga solish maqsadida mayda buloqlarning ko'zi ochilib, ariqlar chiqarilgan, yerlar asta-sekin o'zlashtirib borilgan, hudud kengayib, aholisi ko'paygan. Shuning uchun bu yerliklarning buloqlar boshida, ko'p buloqlar bo'yida yashovchilar deb yuritilgan. Shu asosda Buloqboshi atamasi kelib chiqqan deyiladi. Buloqboshi azaldan o'zining so'rim tabiati, zilol suvlari, serhosil yerlari-yu shirindan shakkar mevalari uning bunyodkori bo'lgan mehnatkash insonlar bilan mashhur diyordir. O'tmishda yagona bo'lgan madrasa ko'plab odamlar ham diniy, ham dunyoviy ilm olganlar. Lekin afsuski, sho'rolar davrida Buloqboshiga yetarli e'tibor berilmadi. Madrasa 1948-yil o'sha davrning mahalliy rahbarlarining shijoatsizligi va e'tiqodsizligi tufayli buzib tashlandi. Bozorning nufuzi ketdi. Buning ustiga qishloq goh u, goh bu tumanga qo'shib yuborilishi uning iqtisodiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Obodonlashtirish ishlari reja olib borildi. Qadimda qishloq hududida yuzlab buloqlar bo'lgan, hozir ham ko'pdir. Uning zilol suvlari juda ko'p ma'daniy moddalarga boy, tiniq harorati qishda iliq, yozda muzdakdir. Qishloq aholisi bu suvlardan asrlar osha nafaqat ichimlik suvi sifatida, balki ekinlarni sug'orishda ham foydalanadilar. Qishloq hududida Xontepa, Uzunchoqtepa, Oqtepa kabi juda ko'p tepaliklar mavjud bo'lgan. Bu tepaliklarda qadimda insonlar yashagan. Ayrimlarida esa kuzatish uchun, ya'ni tepalikda yovlarning harakatini kuzatilgan va qishloq xavfsizligi uchun foydalanilgan. Qishloqning markazidagi tepalik eng katta tepalik bo'lgan. Qo'qon xonligi davrida xon Buloqboshi qishlog'iga kelganda o'ziga ma'qul bo'lgan ushbu tepalikda qo'nim topar va dam olardi. Shu sababli ushbu tepalik Xontepa deb yuritiladi. Kelib keting qishlog'imizga.